Homiboyev mahallasida bir sotuv quruq yer o'rtacha hisobda nech pul? 30 mingdan 40 minggacha. Men sizlarga hozir imoratlari bilan ko'rsataman. Orientirni tushuntirib o'taman. Homiboyevda Ibr zapravka bor-ku. Shundan Ibr zapravkaning yonidan kirganingizda ikkinchi ko'cha o'ng qo'lga shundoq qayilib kelganingizda mana shu xonadonimizda Tarsoviga tushgan. Xonadonimiz sotuvga chiqqan. Oldi fasad kengligi 18 metr chiqyapti. Bunaqasi chiqib ketadigan bo'lsa, Homiboyevda Fozil qori masjidining yoniga chiqasizlar. Mahallani ko'ryapsizlarmi? Suv, gaz, svet, kanalizatsiya, hamma sharoitlar bor. Ichkaridan obzorni ko'rsataman. Ancha oldin qurilgan imorat yer hisobida berib yuboramiz deyishyapti. Darvozaxonadan kirib kelayotganmiz, hovliga ham bir 3 ta mashina bemalol sig'adi. Tapcharlar qo'yib qo'yishgan, kattagina yashil maydon. Mana devor bilan o'rab qo'yishgan. Uzunasi 32 metr bo'ladi. Orqa taraf ko'ryapsizlarmi? Buni ham prosta o'rab qo'yishgan. Kattagina quruq plashatka bo'lib turibdi. Xullas, mana shu joy ham kadastrga kirgan. Uzunasi 32 metr bo'ladi. Asosiy binoga ham qisqacha kirib tanishtirib o'taman. Asosiy binoning tagida yer to'la qilingan. Oshxonada tepa qavat uyga chiqib ketsa bo'ladi. Shundoq kirib kelganda kattagina ayvon ko'rasizlar, hol deyiladi. Xullas, bu yoqda bitta mehmonxona, razmerlari katta, yonida bitta yotoqxona, ichida o'zini ham sanuzel'i bor. Mana bu tepa qavatda kattagina bitta yaxlit xona. Endi yoniga ko'rsatib o'tirmadim. Mana bu yerda yana bitta bolalar uchun yotoqxona, pastki oshxonaga ham tushib ketsa bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, har bir sotiga 40 ming dollardan pul so'rashyapti. Egalar nomerini pastda qoldiramiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqib baraka qilinglar.